Rivojlanmagan jamiyat siri nimada? Nega bizda yoshlar 18, 19, 20 yoshlarida erga tegishadi yoki uylanishadi, lekin hali o'zini topmagan bo'ladi? Oila qurish yaxshi, lekin o'zingizni topmasdan barvaqt qurilgan oila bu na bir sizni va na bir jamiyatni rivojlantiradi. Men uzoq izlanishlar olib bordim va shuni bildimki, bizning rivojlangan davlatlardan asosiy farqimiz yoshlar karyerasiga emas, ko'pincha oila qurishga e'tiborni ko'proq qaratadi. Natijada davlat sekin rivojlanadi. Bizda 18, 19, 20 yoshlarida uylanishadi yoki erga tegishadi. Chet elda, masalan, Yaponiyada yoki Germaniyani oladigan bo'lsak, 27 yoki 30 yoshlarida erga tegishadi yoki uylanishadi. Lekin ular 22-30 yosh orasida jamiyatga, biznes, texnologiya va ilmiy izlanishlar bilan o'z hissasini qo'shadi. Bizda barvaqt uylanishning asosiy sababi bu jamiyatning bosimi, yaqinlarning, do'stlarning bo'lmag'ur savollari: qachon uylanasan, qachon erga tegasan, qachon to'y va ko'p hollarda jinsiy aloqaga bo'lgan xohish, istak va hokazo. Agar bu mavzu haqida kengroq ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, kommentariyada + belgisini qoldiring. Bu videoga like bosib, menga obuna bo'lishni unutmang.